Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta forex paralarida analizlar qilamiz. O'tgan haftada ma'lum bir sabablarga ko'ra o'tgan haftadagi videolar analizlar tashalmadi. Bugun hozirning o'zidan faqatgina keyingi haftadagi analizlarni ko'rib chiqamiz. Keyinchalik yana har hafta o'tgan haftadagi analizlar tahlili bilan keyingi hafta dagi analizlar berib boriladi. Hozir faqatgina keyingi haftada nimalar bo'lishini bir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi boshlaydigan paramiz HUSD bo'ladi. Tilada hozir 4 soatlikda общий trend, 4 soatlikda, 1 soatlikda, 1 kunlikda ham trend, langoviy trendga o'zgargan. Hozir biz dushanba kundagi otilish kutdik. Narx pastga, impuls bilan pastga bir ochib berib, keyinchalik dalshi yuqoriga ko'tarib berdi. Mana shu zona ana shu shaklda ochgan. Dushanba kuni. Bu turli xil bozor yaxshi dam olish kunlaridagi yangiliklarga qarab turli xil yo'nalishda bozor ochilishi mumkin. Hozircha bozor yo'nalishini bilib oldik. Keyingi haftaga endi nima ko'rishimiz mumkin? Demak, zonada likvidlik qolgan. Mana bu zonada order blok mavjud. Demak, agar narx yetishdan oldin kelib pastga harakatlansa, keyinchalik mana shu order bloklardan tasdiq kutib savdoga kirsak bo'ladi. Faqat tasdiq bilan keyingi haftaga ko'ramiz. Agar tasdiq bilan narx kelib qaytgan bo'lsa, aytib o'tiladi. Endi keyingi paramiz bo'ladi. Keyingi paramiz Bitcoin USD ham bo'ladi, ya'ni kriptovalyuta hisoblanadi bu para. O'tgan haftadagi ba'zi bir nimalarni o'ldirib tashlasak, rosa xalaqit beryapti. Demak, trend 4 soatlikda langoviy trendga o'zgargan. 1 soatlikka o'tsak, ehtimol mana shu trend o'zgarish arafasida mana bu zonadagi order blokdan reaksiya olgan. Demand deb o'zagan bo'ladi uni 15 minutga qarasak. Ancha mana bu yerdagi indus minutlarni yechgan. Pastdagi mana shu zonadagi keyinchalik pastdagi zonalardan reaksiya oldi. O'zi mana bu zonadagi likvidlik zonani yechsa, mana shu zonani keyinchalik dalshi buy kutamiz. Mana shu zonaga hammasi bog'liq menimcha. Bu ehtimol pastda FVGdan reaksiya olgani keldi, ana shunday dalshi ketadi. Qayergacha davom etishi mumkin? Buni ana bu zonada yaxshigina likvidlik qolib ketgan. Mana shu likvidlarni yechishni kutishimiz mumkin. Mana shu zonada yaxshi likvidlar qolib ketgan. Shulargacha kutsak bo'ladi. Endi keyingi paramiz qaysi bo'ladi? Bu euro bilan PVS'ni bir martaga ketsak, demak, o'tgan haftadagi newsdan keyin o'tgan haftada qoldirgan analizimiz bu 2 hafta oldingi.
Demand zona chizilgan, narx kelib demanddan reaksiya olib dalsh keladi deyilgan. Demand uchidan dalsh reaksiya olib ketgan. 2 hafta oldin endi bu. Yana shu zonada news bor edi. Newsdan keyinchalik impulslar o'tib berdi. Ana bu zonada o'ta ko'p likvidlar qolib ketdi. Mana shu zonada. Bir keldi likvidni oldi, yarmigacha yana pastga tushdi, yana likvid qoldirdi. Mana shuncha o'zicha likvid turgandi o'tgan haftada. Keyinchalik narx 1-2 kun ichida likvidlar tozalab oldi. Mana bu zonadagi boz nuqta buzildi. Mana bu zona cho'ch. Demak, endi korreksiyadan, narx korreksiyasidan kirib, savdoga kirib ishlab olsak bo'ladi. Endi keyingi nima bozorda mana bu zonadagi likvidlik juda baland ekan. Mana shu zonada 2 yil hayla juda ko'p ekan. Kelish ehtimoli juda ko'p. Ana shu zonani o'zi buzib o'tadi ko'p ehtimol bilan. Buzib o'tgandan keyin biroz pasayish kutishimiz mumkin. Ma'lum bir ana shu zonalargacha pasayish, keyinchalik yana dalshi o'tishi mumkin. O'zicha qarashim euro USD shu edi. Keyingi paramiz uning sherigi HBB USD bo'ladi. Demak, HBB USD ham qarash shu, bashti bir xil keladi. Bunda qanday hozir? Mana bu yerda ham o'tgan 2 hafta oldingi FVG berilgan. FVG dan narx keladi, FVG dan reaksiya olib dalsh mana zonagacha keladi deyilgan. Ko'proq to'rsam supply zonagacha narx kirib supply zona to'ldirib bergan. Endi bilan tozalab olsak, keyingi haftada endi nimalar ko'rishimiz mumkin. Demak, narx bosishlarni yangilab bir xil shaklda olib kelmoqda. Bosishlarni yechib bir boz past cho'ch yana bu yerda yangi iBoss iCho'ch. Bu iBoss iCho'ch ham boss bilan cho'chdek faqat kichikroq strukturada ishlaydi. Ya'ni iBoss iCho'ch ichidagi boss cho'ch ichidagi yana bitta boss cho'chlar paydo bo'lsa, ishini iBoss iCho'ch deb belgilaymiz. O'rta struktura hisoblanadi. Demak, 15 minutlik o'tsak, hozir aytganimdek bunga ham likvidlik qolib ketgan shu zonada, shu zonani buzib o'tgandan keyin buzib o'tadi ko'p ehtimol bilan. Endi analizimiz buzib o'tishi bizdan ana shu zona buzib o'tgandan keyin ma'lum bir bu yerda energiyalar yo iceberglar qoldirishi mumkin. Order bloklar shulardan reaksiya olib dalsh yana tepaga ketishi mumkin. Hozircha qarash bunga shu edi. Keyingi oxirgi paramiz bo'ladi. Audio USD'ni qilamiz. Parlardan audio USD'da o'zicha language trend o'tgan hafta bunga ham berilgandi. Mana bu yerda son boss nuqta shakllantirgan va bu o'ta avvalgi nima ekan. Demak, bizada narx bir xil trend bo'yicha iBoss iCho'ch shakllantirib kelyapti. Demak, qarashimiz shu trend bo'ylab ishlashimiz kerak. Demak, trendda nima bor? Mana bu zonada FVG bor. Demak, pastrog'ida yana order block bor. Yana shu order block zonasidan ketish mumkin. Mana bu zonadan order block. Hozir ko'proq chizma bo'lmasin, ustidan bitta nima chizib ketaman. Mana shu zonada